Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun yana sizlar bilan sog'lik salomatlikda görüşüp turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun sizlarga o'zlaringizda bor narsalarni qisqacha bir informatsiyalarni narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir ko'rib turganlaringiz Rabisa setka bo'ladi. Bular lichinkasi 7 ga 7, 5 ga 5, 4 ga 4, 3 ga 3. Bular 145 mingdan 250 ming so'madin bor. Endi suvoq setkalarimiz bor. Endi juja uchun moslashtirilgan har xil qalin simda, endi rang-barang setkalarimiz bor. Bular metri 20 ming so'mdan 55 mingga deyim bo'ladi. Sim qalinliklari 1.7, 1.8 tashkil etadi ular. Endi masalan, yuqoriqlari 15 ming so'm arzonroq. Shuningdek, bedana uchun maxsus bo'lgan setkalar bo'ladi bular. Ichondan assortimentlarni ko'rib, bu yerda pokazli zona hammasi. Keyin bu yerda Qarakağız yine mesela sezonu geldi. Qarakağızdan ham ularning 15 metrliklari bor. Şu YouTube'dan görüp geldik deseler bular 15 metrliklar 80 ming so'm beriladi. Bu qizil etiketlar bor. Bu qizil etiketlarimiz Roboroid. Bularni eğer kanal nomidan gelse 40 ming so'm beriladi. Endi izollarimiz bor keyin. 1lik, 2lik, 3lik qalinlikda izollar bor. Kilosi 10 kiloluk, 20 kiloluk, 30 kiloluk, 35 kiloluk izollarimiz bor. Bularning narxlari 85, 90, 110, 145 ming so'mni tashkil etadi. Keyin endi darojniy setkalar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, sim qalinlik 2.2lik yoki bo'lmasa 3lik, 2.5lik sim qalinlik, lichinkasi 10 ga 10, 15 ga 15, 20 ga 20 qanday qalinliklari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlarga murojaat etsanglar qo'ldan kelgancha kelishtirib natib beramiz. Bularniki 15 mingdan 40 ming so'madin bor har xil narxda. Endi o'zlarimizning pokazniy Eurozonamizga kirsak, bu yerda Eurozabor, dekorativniy setka. Hozir masalan bular 5 mmlik. Bular masalan hozir uzunligini turibdi. Aylantirsa bo'yi bo'lib turadi bular. Endi shuni 5 mmligini ko'rsatib bersak, qalinligi 5 mm, buni lichinkasi 9 cm 20. Bu hozir bo'yi 1.60, enini 2.5 metrni tashkil etadi. Bu budjetliroq bo'ladi. Qalin simni budjetliroq. Keyin buni bunisi bor. 7 cm, 20 cm tashkil etadi. Endi shu zaborimiz ozroq chang bo'lib turibdi, e'tibor bermaysizlar. Bularimiz bom shu razmeri eng xadovoy razmerli o'zi hozir 1.60lik bo'lgani uchun 1.60liklar ko'p. 1.60 ga 2.5. Lichinkasida farq etadi. Keyin bular oqshom chiqargan videomizda bular gabion setka. Lichinkasi 5 ga 5. Sim qalinlik 3.5lik. Universalniy любой bir narsa ishlatsangiz bo'ladi maqsadda. Bundan keyin endi 1.20liklarimiz bor. 1.20likni 3lik simi, 1.20likni 4lik simi, 1.20likni 5lik simi, yani farkı yani 9 cm 20'da, yine olsa 7 cm 20'da. Ondan tashqari evde yine çisti 4lik sim, bam 1.60 2.5'lık, 1.60 2.5'lık. Lichinkasi 7 ga 20 cm tashkil etadi buniki. Keyin yine bu setkalarimiz, yani aytganimizdek dekorativniy setkalar. Bular yine sim qalinligi 2lik bularniki. Sim qalinligi 2lik. Orqasiniki 2.5lik. Bu anda mena bosilib yotdi. Qancha miqdorda kerak desanglar. Yine bo'lmasa izol bo'ladi Bu 30-35 kilolikimiz ish yine. Qalinligini o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin yana. Shuningdek, telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Ko'proq qoladiganlar uchun onlayn zakaz boshlaysizlar ham olib borib beramiz. Olib borib bergandan keyin to'lovlarni aytaverasizlar. Yana kimga novi qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, shularni informatsiyalarini berib o'taveramiz, yozib qo'ying kommentariyga. Lekin shu kanalimiz rivoji uchun bu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz sizlardan bir mamnun bo'ladik. Olun sog' bo'lin, salomat bo'lin. Keyingi videolarda uchrashguncha